ISO 31000 Xavflarni boshqarish prinsiplari va ko'rsatmalari. ISO 31018 bu xavflarni boshqarish bo'yicha xalqaro standartdir. Ushbu standart tashkilotlarga xavflarni aniqlash, baholash va boshqarishda yordam beradi. Shuningdek, xavflarni samarali ravishda kamaytirish uchun zarur bo'lgan prinsiplarga asoslanadi. ISO 31018 xavflarni boshqarish jarayonini tizimli ravishda tashkil etish va boshqarish usullarini taqdim etadi. ISO 31018 ning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat. Xavflarni boshqarishning yaxlitligi. Xavflarni boshqarish jarayoni tashkilotning barcha faoliyatlarida va qarorlar qabul qilishda yaxlit ravishda qo'llanilishi kerak. Tizimlilik. Xavflarni boshqarish jarayoni tizimli va doimiy ravishda amalga oshirilishi kerak. Bu esa tashkilotning strategiyasiga va maqsadlariga mos kelishi zarur. Xavflarni boshqarishning doimiy jarayoni. Xavflarni boshqarish jarayoni tashkilotning faoliyatining barcha bosqichlarida va har qanday o'zgarishlarga qarshi doimiy ravishda yangilanib borishi kerak. Xavflarni boshqarishning qaror qabul qilishdagi o'rni. Xavflarni boshqarish jarayoni barcha qarorlar qabul qilishda inobatga olinishi kerak. ISO 31018 ning amalda qo'llanilishi tashkilotlarga samarali xavflarni boshqarish va barqaror rivojlanish uchun imkoniyat yaratadi. U xavflarni qisqartirish, maqsadlarga erishish va raqobatbardosh afzalliklarni yaratishda yordam beradi. ISO 31018 ning talablariga muvofiq xavflarni boshqarish tizimlarini joriy etish tashkilotlarga xavflarni samarali boshqarish va ularni oldini olishga imkon beradi. Shuning uchun ISO 31018 ning qo'llanilishi tashkilotlar uchun muvaffaqiyatli va xavfsiz faoliyat yuritishning muhim omillaridan biridir.